gaplaringni anglab ayt xo'sh bo'ldik. Sen bilan so'zlashmaganimizga uzoq bo'libdi, yarim yildan eshibdi. Biz Urumchiga mang'ichilikmi sen bilan qo'shilishamidik. Aldirab ketib qoldik. Bizga 4 oylik ruxsat berganda ishlarimiz bitmay, yana 2 oy uzartib, jami 6 oy turib yetib keldik. Yak berib qilgan ishlarimiz qilajak. Birinchisi bizning maoshimizni tutib olganda 6-7 yil bo'libdi-ki. Shuni iltimos qilib, maoshimizni asli keltirib, bermagan pullarni to'liqlab elib, bundan keyin beradigan qilib, uni kog'i kirgizib, qaytib keldik. Hozir ham kelganimizga 2 oy qolay dedi. Shu ka orqali meshadan maoshimizni elvatimiz, maoshimizni tirildirdik. Ikkinchisi uyimiz qilib qolgan, undan tuqqanlar o'tirib turgan, shunda o'simi hamda haq o'tirib turgan uy, hamda bizning qo'limizdan chiqib ketishga oz qolgan uyda, uni setib etdik. Yerda chet elliklarning uyini elib setishga bo'lmaydi ekan. Biz bir tuqqanlar orqali shularning nomida setib to'liq sotamidik. Tuqqanlar aralashgandan keyin ularga yana ozroq e'tibor qilish to'g'ri kelib, har holda oz olsun, jiq olsun setib etdik. Uy qo'ldan chiqdi. Ammo shu ikki ishni bitirish uchun biroz vaqt ketib qoldi. Biz borsak Urumchi shundoq chiroyli ko'rindi. Biz 6 oydak turdik. Shu 6 oy jarayonda bir kunmi o'zimizning uyida g'izo qilib yemadik. Kunda restoranda bo'ldik. Kunda do'stlar, og'inlar, qarindosh tuqqanlar, o'quvchilarimiz, saboqdoshlarimiz shu restoranga chaqirdi. Yerning restoranlarimiz nihoyatda chiroyli bo'lib ketibdi. Shunda huzur restoranlari shunda yaxshi bezalgan. Lekin milliy puroqda emas. Milliy puroqdagi restoranlarning hammani chekib etibdi. Uyg'urning an'anaviy naqshlari bilan zinnatlangan ko'rinishlardan tortib, qurilmalardan tortib, hammasi shu milliy uslubda bo'lgan restoranlarning hammani chekib etibdi. Faqat ham shu odatdagi sidam zinnatlangan restoranlar qolibdi. Har holda chiroyli, yo'riq, obdankan. Lekin sizlarniki Toshkentning restoranlarining hech 100dan 1 qismiga yetmaydi. Endi cho'ng yaxshi bo'pti. Lekin milliy uslub deganni butunlay yo'qotib etibdi. Urumchiga borsang, qandaq ahvolda turdi ekansan desang, xuddi gelingni birsi bug'ib olgandek, ko'zingni birsi itib olgandek, quliqingni birsi itib qo'ygandek, shu qilib bir narsalarni ko'rsangmi, ko'gin kelmaydigan, anglag'ing kelmaydigan, so'zlashdan qo'rqidi ekansan, o'zingdan o'zing qo'rqidi ekansan. Bizni o soqchilar so'roq qilmadi. Nega bo'lsa ixtiyori bo'ldi. Turponga bordik, soqchiga deb qo'ydik. O'ynab kelinglar dedi, qumulga bordik, berib kelinglar dedi. Bir oqimizga tushgan, hisob so'roq qilgan ish yo'q. Soqchilar aralashmadi. Bu jihatdan xili yaxshi o'qibdi. Buningdan bir necha yillar ilgari mishadan borgan Uyg'urlarning kayniga odamlar tushib elib, nega vashaga so'ngdush mengib, uzoq turg'izmay shunday qilib ekan. Biz buni 4 oy vaqt to'shgandan keyin yana iltimos qilib 2 oy uzartib, jami 6 oy turib keldik. U jihatdan yaxshi. Nima uchun shunday
Беліңні бұғып алғанда, көзіңні етіп алғанда, құлықыңны тосап қойғанда болды десең, Uyghurның bütün nəslini tüketip etipdi. Uyg'urcha xatni ko'maysan. Uyg'urcha yazık yo'q. Uyg'urcha matbuot, gazet, jurnal, kitob deganning hammasini ko'ydirib etibdi. Uyg'urcha odatdagi roman, tarix jurnali, madaniyat jurnali degandek jurnallar emas. Hatta Uyg'ur tilida besilgan Mao Zedongning, Xi Jinpingning asarlarini mi ko'ydirib etibdi. Ishqilib Uyg'ur yiziqli bo'lsa, hammasi kuyib ketibdi. Uyg'urcha yiziq yo'q. Hamda restoranlarda tuqqanlar bilan o'tirganda Uyg'urcha so'zlashadi ekanmiz, ammo sirtda Uyg'urcha gap yo'q. Hammasi Xansoch ekan. Xitoycha. Endi sen Urumchi haqida bir yo'ldoshniki Urumchi haqidagi ta'birlarni evatsa anglab xo'sh bo'ldik. Urumchiniki odamni jalb qilganligi, har qanday Uyg'ur Urumchidan ayrilishga qiymaydiganligi, Urumchini sevadiganligi haqida jiq bayonlarni debdi. Rost. Shundoq. Ammo hozir undoq emas. Hozir bütün aşı Gobi'den, bütün saylık, bütün yerlerinin hammasi osmonga taqashgan bino bo'lib ketibdi. Eng pakarlarımı 20 qavat, qolganlari 30, 40, 50 qavatlik egiz binolar bilan to'shib ketibdi. Bosh yer qolmabdi. Hamma yer egiz bino. Bu egiz bino bo'lgan bilan, u egiz binolarning biz uchun ziyni varken paydası yok. Kögün mü kemmeydi. Biz bardık. Verip Urumchining egiz binalarını görüp lezzetlenmedik. Belki eşip qalgan, ölmey tirek, saq qalgan tuqqanlarimizni, sabdaşlarimizni, savaqdaşlarimizni, o'quvchilarimizni ko'rdik. Urumchiniki tabiiy sharoitida, yer makonlarida, joylarda biz ko'rgan yerlar qolmabdi. Hammasi yangi. Biz ko'rmagan yerlar. Ko'chalarimiz shu o'zgarib ketibdi. Bizning suyunginimiz shu hayot turayotgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Ko'pi tugab ketibdi. Oldi bilan cho'ng jihatni aytganda, bilimi va, jigiri va, g'ururi va, umid bor, o'g'ilvolchiligi va, millatparvar, mushunday odamlarning hammasi o'lib ketgan. O'lmaganlarmi turmida. Tirik o'likda endi. Şu adamlar ölüp ketkendiken, yo'qolib ketkendiken, Urumchiningmi xuddiligi guli tushib ketgan, gulsiz gullardek bo'lib qolgan. Guli to'zib ketgan, gullardek bo'lib qolgan. Yeşillik bor, gul yo'q. G'uncha yo'q. Gul yo'q. Uningdan chiqadigan xush puroq yo'q. Gül yo'q, bir tüp gülning yeniga kelsangmi hech qanday puroq bo'lmaydi. Urumchining odamni o'ziga mahliya qildigan yeri ashu o'lib ketgan, o'ltirib ketgan va turmaga tushib ketgan vijdon egallarniki purg'i. Shularning g'ururi Urumchini bizga guldak purtiyotganlar shular edi. Urumchini heligo 20 qavatgan 100 qavat qavatsangmi, endi ondaq jalb qildigan, ondaq jazbidorlikni endi tikleyolmaydi. Bizning maktabni misolga olsang, 5-6 qavatimiz.
Әң қерisi Құрбан Көжаң дайдыған құжылық тышылайдыған бір адам барды. Şu өлмәпті 93-94 яш кіріпті. Ondan keyin qalsa G'ani qapti. G'ani 87 yaş kiribdi. Ondan keyin Tursun Qodir deydigan birisi qapti. Onu 86-85'lerdi bor. Ondan qalsa men qaptiman 85 kiribdiman. Onundan keyinlari hammasi yosh. Masalan, Sopaxon deydigan bir rassam o'qituvchimiz bor. Bir 80 yaş kiribdi. Menden keyin eng cho'nglari shu 80 yaş kiribdi. San'at umigidagilarning ishidimi eng cho'nglari shu saq tirik qolganlari shu eng cho'nglari 80 yoshda qolibdi. Undan qolganlari yo'q. Hamda Urumchidimi muqom ansambli, opera teatri, naqsh usul teatri deydigan teatrlar bo'lgan. Hammasi yo'q. Teatr yo'q, naqshi yo'q, konsert yo'q. Ko'chaga chiqsang kitob yo'q, jurnal yo'q, gazet yo'q. Do'stlar bilan ko'rishsang zivoning yo'q. Kimning uyiga borsang, kirib o'qishlik og'zini qo'li bilan mundaq to'sab, gap qilma deb ishorat qilib turdi. Hamda odam bilan ko'rishaylik-yu, gap qilamisak, uning nima mazmuni bo'lsin? Uning nima bir lazzati bo'lsin? Gap yo'q. Hamda Uyg'urlar bor. Urumchida mengayotgan Uyg'urlarni ko'rma. Lekin ashlarning hammasi xuddi jini yo'q, jismi yo'q, ruhi yo'q, bir xil kulangilardakli ko'rindi menga. Ustiga kiyim kiygan, mengayotgan, tomoq yeyotgan, ammo kallasida hech qanday fikr yo'q, yuragida hech qanday bir yetim yo'q. Ish qilib bir mengayotgan, haliq bir hikoya cho'chaklarda anglagan, ashuna bir ruhlar bo'lgan, shuning o'xshash odamlarga. Hech kim salomlashmaydi. Ko'chada mansang hech kimga salom qilmaydi. Hech kimdan tinchlik so'rashmaydi. Hech kimning hech kim bilan chatig'i yo'q. Hamda sen bizga yo'lga ushurdiki Urumchi undaq emasdi. Masalan, bak yiroqni demasakmi, biz Amerikaga kelishdan ilgirki 20 yillarni misolga olsakmi, Urumchidan biz ittifoq yo'lidan, san'at maktabdan Ardocho'zig'ichilik mangsak yo'lda 1 soat, 2 soat vaqt ketadi. 10 mangdamda birdan odam ko'rishib turgan, salomlashib turgan. Ular bilan salomlashimiz, chaqchaqlashimiz, hatto g'oylar bilan gaplarimiz uzra ketib, bir tal, 2 tal tomoq yeb turish ketimiz. Shunda mungdishatdik. Hozir odam yo'q. Bizni hech kim tunimaydi, biz hech kim tunimaymiz. Tuniydigan odamlar bilan so'zlashib bo'lmaydi. Men jiqqaqshab ketdim, keyingi davomini keyin deb beray. Buningdan jiqqa ketsin bo'lsan, zerki qolsa gapni. Men ana shunday vaziyatda qaytib keldik. Chiroyli binolar bor, avtobuslar ko'paygan, yo'llarmi chiroyliqlashgan, lekin odam yo'q. Mengayotganlar mening cho'g'anda ruhi yo'q, fikri yo'q, hech qanday bir xiyoli yo'q, shunday bir kulangidakli mengayotgan odamlar. Hamiyada do'kon, mangdamda bir oshxona, lekin u oshxonalarning hech qaysisi 20 yildagi oshxonadek ta'mlik emas. Masalan, Namingdagi bir tor, kona yiqilib ketay degan bir ko'chaning ichida
bir samsxona vardı. Bir samsı 6 mo'chenti. Bu qatam shu yerga berib qoldik. Hojim bilan. Shu samsxona yana baka. Shu o'rlik etaydigan maymoq samsxona shop eti turibdi. Qo'shib ketdik. Shuning bilan sinab yiqish uchun elimi ozroq olibdikanmiz. 10 tal samsa oldik. Bir tal samsa 3 qo'yshanki. 10 tal samsa ilib shu burunqi 6 mo'challik samsa yegan o'rindiqlarda o'tirib yedik. Shu bir tal samsani shundoq tasdi yedik. Qolganni tashlab etay desang, pulga setib olgan, o'zi qo'saqmi oshqon yedik. Ammo samsa yedikmi, nima yedik uqmaymiz. Heliqi 6 mo'challik samsa degan burnimizga purab turdi. Yo'q. Undaq samsalar yo'q. Shu maymoq do'konda go'shnallar bordi, 3 qo'ychanti. Hozir katta restoranlardami go'shnan borki? Go'shnan yapaqdiq. Yo'q. Ay 3 qo'ychanlik go'shnan emas. Hozirgi go'shnanlar 30 qo'ykan. Shu burunqi 3 qo'ychanlik go'shnandek bor cho'ngligi. 30 qo'ychanki. Ammo yigimiz kelmadi. Odalamda bugun mushunchlik so'zlay. Men hayajonlanib qoldim. Senimi jiq avar qilatmay. Sen baya Kerem to'g'riliq gap qilsan. Kerem o'lkatganiga 3 yildan oshdi. Jinasining Kerem Seriq o'lkatganiga 3 yildan oshdi. Her halde uzun yaşadı. Şammal uçurmadı. Öz acılarını ülketti. Tüyek etti. Hem de bizim sanat mektebini Bağgan diye yere küçürüp getipti. Hazır Ürümçi'de hiç kandak mektep, hiç kandak idare cemiyetke hiç kim kirenmeydi. Hemesinin aldıda Bronev'de otagan asker yakımızda boğan deydigan amallık saqlıqçı adamlar işinin aldı durdu. Şu mektepnin, şu idarenin adam bolsa kireleydi, onundan başka adam kiremeydi. Hiç kandak idarega hiç kim kiremeydi. Hem de işler şunçalik davamını ben ertogün telefon kanda yeni dep biray. Bizniki o'quvchimiz Muxtarga ko'pdan ko'p seg'inib salom ayt. Bo'lsam shu gaplarimizni anglitib qo'y. Muxtarning otalari o'tagan ko'chani cheqib, uni o'zgartib etibdi. U ko'chalarmi yo'q hozir. Muxtarga seg'inib salom aytqin. Yo'ldoshingga, farzandlaringga, nevaralaringga salom. Sizlarni seg'indik. Xudoyim ömrimizni bersa, kelar yillari cho'qim Toshkentga berib, sen bilan, Muxtar bilan didar ko'rishib, Toshkentni bir quchoqlab, so'ygimiz kelyotdi. Toshkentni seg'indik. Xayr xo'sh.